Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyatidagi Mindon Chimyon kon bozoriga kelganmiz. Bu joyda o'rik qoqilar, mol bozori, yana ko'plab buyum bozorlari bor ekan. Bu joylarni qisqacha obzorni qilib beraman. Hozir o'rik bozoridan boshlaymiz. Qurgan o'rik bozori. Assalomu alaykum, hormanglar. Qanchadan ekan narxlari? 41 dan sotilib. 41 dan. Assalomu alaykum. Hormang aka, yaxshimisiz, charchamisiz? Qanchadan bo'lyapti bular? Shu kun narx qilyapti. 35 ming. 35 ming. Optim narxi endi 35 ming so'mdan bo'lyapti. Bular qanaqa o'rik aka? Spari, meydasi. Spari. Mag'izlari hammasi olib tashalgan. Mag'izsiz shunday iste'mol qilinaveradi. Sog' bo'ling, barakasini bersin. Bu joyda ko'proq dehqonlar va o'sha dehqonlardan olib tirikchilik qiladigan insonlar sotishyapti. Ko'proq ulgurji savdo bo'ladi bu joyda. Narx-navolari endi hozir bugungi kunda misol 29-aprel 2026-yil bo'lsa, endi kimdir kelmoqchi bo'lsa, narxlar sal tafovut bo'lib qolsa, bizga ayb yo'ymaysizlar. Boricha chiqaryapmiz. Bugungi kun sanasi bo'yicha shunaqa narxlar. Kimdir talashadi, tortishadi, bu bozor, vodiydi bozori. Ko'raverasizlar, qo'limizdan kelgancha obzor qilib beryapmiz. Kimdirning ko'ngli bor, syomkaga tushaman yoki tushmaydi degan holatlar bor. Shu bo'yicha ochiqcha savdosini ko'rsatib ketyapmiz. Realniy, bitta hech kim bilan kelishib, biz sizni hozir olamiz, narxingizni chiroyli qilib ayting, bunday narsa bo'lgani yo'q. Chiroyliroq o'ringizni ko'rsating degan joyimiz yo'q. Shunday obzor qilib ketyapmiz. Ma'qul kelsa, tashrif buyurib, shu Mindon Chimyon kon bozoriga kelaverasiz, Farg'ona viloyatida. Lekin bu o'riklar haqiqiy boshqacha ko'rinyapti. Go'shtli turibdi-da. Uyda nonushta paytda ham tarifdagi chiroyli qilib qo'ysangiz, juda boshqacha ketadi. Bu o'riklar sotilganmi ekan? Bu upakovkasi tayyor ekanda, ha? 11 sotilib. 11. 11 mingdan sotilgan. Bular qanchadan ekan? 52 ming. Bu qanaqa o'rik nomi? Subhona. Bu endi aka qanaqa, bu prislanibroq quritiladimi yo shunday mag'izni olganingizdan keyin xuddi shunaqa tappaq shaklga kelaveradimi? Ichida danagini olsangiz, shunaqa bo'laveradi. Sal shakl beradi. Ha. Danagini bunday siqqaningizda o'zi siqilib, siqilib qoladi. Ichida danagini olib tashlaysiz. Ha, danagini olib tashlaganda o'zi siqilib qolaveradi. Shu holatda qanaqa bu, misol har xil qurigani o'riklar. Misol bunisi mana boshqacharoq, yo rangi o'zi boshqacha bo'ladi. Bu sura qurigan, bu borilanmagan. Ha. Oltin go't bilan dimlaysiz. Ha, dimlanadi bular, ha? Bular dimlanmagan. Dimlanib, tepa tomonlari yopilib, o'shaning uchun bunaqa rangda qizilroq bo'lib. O'zi optoda qurib tushadi. Ha, o'zi rosa ham dorivorligi shunda, o'zi asla. Yurash. Ha. Yurakka dorisi shu. Yurakka dori. Yana qanaqa kasalliklarga dori, sal ma'lumot berib yuboring. Men ham eshitganman. Yaxshi ketyapsiz aka, yaxshi ketyapsiz. Eshitganman, yurakka quvvat deyishgan. O'rik sharbati qilib, misol buni qaynatib, shu yurakka dorisi. Suzib, chiroyli qilib, sharbat qilinsa, yurakda quvvati bo'ladi haqiqiy. Kam bo'lmang. Bozoringiz bersin. Bunisi nechi pul bu? Haftada zo'r, xudo xolasa. Dehqonlar bilan ozgina suhbat qilyapmiz. Hamma odamlar samimiy odamlar, albatta.
O't. Qaynatib ichsam o'sha yuragiga qo'yadi, miyaga. Ha, qanaqa ozibatda olma ko'ryapman men. Anjir, gilos. Aralashma kompot hamma yo'g'i bor. Hamma yo'q ichida bor. Jidasi ham bor ekan. namata, mana shu shipovniklar, ha. Buni nokmiki. Shuni bir qator sal chayqab turib, yengil tashlab turib qaynataveradi. Juda ko'p kasalliklarga dori deyishyapti. Aniqlikda ma'lumot yo'q. Kommentariyda yozib ketinglar shu narsani. O'rik qoqilar qaynatib ichilsa, odamning organizmiga qay darajada foydaliligini kommentariyda yozib ketinglar. Bozorda hamma yo'q shunaqa o'rikni quritilganlar sotiladigan bozor. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Endi bunaqa ma'lumotlarni chiqarishimga sabab kimdir bu joy haqida ma'lumotga ega, kimdir ega emas. Kimdir xuddi shunaqa videolarni ko'rishni xohlaydi. Uyda aqabaqa chiqolmaydigan odamlar ham bor. Shunaqa odamlarni o'ylagan maqsadda bu videolar qilyapmiz. Kommentariyalarda o'qib, muzlab ham qolyapman, orada bir to'xtatib qo'yaymikinam dedim-u. Lekin u kommentariy bilan kifoyalanib to'xtab qolsam bo'lmaydi. Endi 40 million aholiga yoqadigan video qilish uchun o 40 millionta odam bilan gaplashib chiqish kerak-da. Shuning uchun qo'limdan kelgancha men obzorni qilyapman. Ma'qul kelsa, shunday laykni bosib, qo'llab-quvvatlab ko'ringlar. Bo'lmasa, unda qilsangiz aqa o'tib ketadi. Nari tomonni keyin ko'raverasizlar. Hozir biz pirashkaxona bor ekan, bitta pirashkaxonani ko'rib turibmiz. Odam shunaqa ham g'ovjin. Pishirish jarayonlarini bir qator ko'rsatib ketyapti sizlarga. O'chirt bitta. Mana shunday odam. Bunaqa hech ko'rmaganman pirashkaxonani. Hozir qator yeb sizlarga obzorni qilib beramiz. Nima sabab bunchalik darajada o'chirt bo'lishiga. Bitta pirashkani olib yeb ko'ramiz, birgalashib ko'rib, o'shanda qolgan gaplar gapiramiz. Aytamizmi? Sovush kulgimayapti. Sovush kulgigan yo'q bitta pirashkalar. Bizdeki qani endi? Hali chiqqan yo'qmi yo bu? 15 ta bo'ldi shumi? Bo'ldi. Va nihoyat mana pirashkamizni ham oldik. Boshqacha aka, qani olinishni boshlaysizmi? Bismillah. So'us bilan boshqacha bo'ladi. Aka, ko'p yelasizmi aka? Necha yildan shaqa faoliyat yurgizishadi bular? 10 yildan o'tdi. 10 yildan o'tdi. O'zi ochilganlar shahri shularga ko'ryapti. Mana odamlar ko'ryapsizmi? Ha. Hamisha kelib yemasdan ketmaydi. To'g'ri, rosa gavjun ekan. Gavjun mana 5 ta 6 odam ulgurmayapti pishirib. To'g'ri. Qo'llar juda shirin. Ha, zo'r ekan, lekin men hozir qat ko'ryapman. Hech buni pirashka yemaganman bunaqa. Ko'p joyda qilishadi-yu, bunaqa gavjun bor. Ha.
Xullas, gap so'z yo'q. O'chirib turishiga sababi nima ekan deb pirashkani yeb ko'rmoqchi edik. Mana yeb ko'rdik, haqiqatan ham.